Dada, çöçek anlayma. Mon çöçek etipə. Boladı balam, boladı. Ben sana hazırlam, Dilala çöçeklerini koyup beray ya. Assalamualaikum. Dilala aynitar salondagi barliq omaq do'stlar, kechliklar xayrli bo'lsin. Bugun biz birlikda bolalar hikoyalarini anglaylik, ha? Hikoya ota va bola. Kang ozoda hovlining bir chetida qo'y qirqilayotgan imintadir oppoq ko'ngligining oldi qonga milangan holda esadab yig'lab kirib kelgan o'g'li Olimjonga qarab yuragi qartidi qilib, tini shurkinib ketdi. Shu an qo'lidagi qaychini parida cho'rivatdi-da, hayronlik, qo'rqinish va qahri g'azabga aralashib ketgan asabiylik bilan o'g'lining yiniga bo'rondek yugurib berib, yo'g'on chiqir ko'zlarini chaychaytganicha varqirabli ketdi. "Ey olim, sana nim bo'ldi? Birsidan mushigan o'xshamamsan. Kishining o'g'isini qaynatib, ko'zingning yundusini yiqitmay chapsan so'zligini." Achchig'i kelsa ko'zga hech nim ko'rinmay, xudini yo'qotadigan tarsod odisining alpozdan qattiq qo'rqqan Olimjon darhol yig'isini to'xtatib, butun a'zoyi tikanlashib, chiroyi tomdek tatargan holda yerdan beshini usmay, tirnoqini tatilab turib, tutuqlab bo'sh ovozda shivirladi. Maktabdan yongucha 5-chi mahalladagi Sodiq Gonchining bolasi urib. "O tog'i yurak non qipi." Imintadir shundoq degenicha o'g'lining peshonasiga nuqib, ochiqdan yerilgudek bo'lib qaynabli ketdi. "Men seni kanji o'g'il deb kunni go'sht bolo bilan ativorlab boqqanim qiyni-ya. Shu ustuqining bilan Sodiq degan abgorning jin yalab ketgan og'ida mushidim deb yig'lab kelguncha uyalsang-chu. Bu kamgicha bizning pushti jamoatimiz birisidan tayoq yeb boqqan emas. Anglabdi. Buningdan keyin birasidan mushya burnining potilsini iqtib, yig'lab kirsang, mendanmi tayoq yeysan? Senmi urg'anni ur, kuching yetmasa birer yerni tishlab uzib ol." Imintadir qiynib bir nafas ilib olgandan keyin Olimjonning pattingidan tutib, zard bilan uyi tarafga ittirib varqiradi. "Gapimni angladingmi?" Dodo. Olimjon xushalliqdan qinqiniga patmagan holda changildab so'zlab, shash taychoqdek sakrab o'ynaqshig'inicha hovliga kirib keldi. "Ohoy o'g'lim, bugun boshqacha xushalg'usan", dedi imintadir o'tin yerayotgan paltini yerga tashlab, Olimjonga iftixorlik nazarda kulimsirab qarab. "Imtihonda 100 numaraga o'xshamamsan. Yo bo'lmasa?" "Yo'q, ay dodo." Olimjon zafar quchib kelgan jangchidak mag'rur kayfiyatda olchangshib, erkilab so'zlabli ketdi. "Bugun maktabda yongucha Sodiq qalandarning soyim degan kuchga meni yana zo'rg'a putlab yiqitib, bolalar oldida uzoqqa qo'yib edi. Men bo'sh kelmay yiqilgan joyimdan qopmay turib, yenimga qishni ilib, uning yuziga shundoq aytib edim. U urushqoq ko'kama, voyjon deb yuzini qamollag'inicha izida kirpiday tugilib o'ltirib qoldi. Yana og'zizi burnidan-chu o'qda qon ketdi." "Yaraysa o'g'lim", davatdi imintadir. "Mendek yurakli odam bo'lay debsan." Birdan uning kallasidan vahimalik bir xiyol yalt qilib kezdi-da. Nima deding?" degenicha qabohatlik tushdan uyg'onganday cho'chib andikib ketdi. "Og'zi burnidan qon ketdi dedingmi?" "Shundoq dodo", dedi Olimjon gidiyib. Shu an imintadirning butun a'zoyini dahshat qo'rqinish chirmab, darg'azabda o'g'liga yopirilib keldi-da, o'ng mag'ziga chang'ida bir dastak selib, silkib to'shganlab tillabli ketdi. "U aqlsiz talva! Astag'firullah! Qilgan ishini ko'mam degan."
Alimjon tasdak tekkan mangzini silab, dadisiga yer tegidan gülüyüp, isa deb yig'lig'inicha to'q qildi. O'zing boshqalar olsa senmi ur, kuching yetmasa. Bo'ldi, so'zlama. Imintatir villada qizdirib zart bilan vaqirdi. Boshqalarga bo'zak bo'lma deganimni nim deb tushunib qolding? Ey sen, ey xabbala. Imintatir bir bala qazani sezib, ochiq pushaymon ichida puti ko'ygan to'xoday tipirlab, o'g'liga rosa qaynayotgan paytda opsini yo'qlig'ili ketgan bo'xan chiroyi murtidek tatargan holda hozirab bo'midab kirib keldi. U taqvodor mazlum erining oldida bechorlachi mishildab yig'lab turgan o'g'lining qo'lidan tortib to'shkanlab, yig'lab qaqshab, dard faryod urishga boshladi. U bangvash dalta, Soyimjonning o'ng ko'zini qo'yib yetibsan emasmi? Oh xudo, endi qandoqmi qilamiz? Bizni umrlik dard azobga mubtalo qilding-ku. Imintatir ayolning dard faryodini anglab, nima qilishini bilolmay, bazgak bo'lgan odamdek jaloqlab titirgan holda, yeli qashqan to'pdek lassida bo'shib, zo'ngziyib o'ltirib qoldi. Bu bir ibretli hikoya ekan. Ayni vaqtda olim Soyimdan tayoq yedim deb dadisiga arz etgan vaqtda dadisi undoq urmabsan, bundoq urmamsan deb qayg'anning o'rniga olimjonga yaxshi tarbiya qilgan bo'lsa, bunda qabohatlik ishlar yuz bermagan bo'ladi. Shuning uchun ota-onalar cho'qim bolalarga yaxshi tarbiya qilish kerak. O'zimizning ish harakati orqali bolalarga ulgu bo'lishimiz kerak. Omaxlarim, sizlarmi olim va soyimdek til ahonat, mush ko'tirish orqali ish hal qilmasdan, do'stona, inoq ittifoq o'tishni o'rganinglar, ha? Men ishinaman, mening omaxlarim Dilala hadisning gapini bak anglaydi. Kash bo'lib ketibdi, amis bugun boldir uxlanglar. Atimish vaqtda Dilala indidar salonda ko'rishaylik, ha? Tatliq ishlar sizlarga ma'qul bo'lsin.